Ekraningizda ko'rib turgan odamingiz Shahzod aka Qosimov. Yaqin yillarda ko'pchilik akani tanishni boshladi, eshitishni boshladi. Nima ish qiladi, nima o'qiyadi deb har xil savollar kimdadir paydo bo'lishni boshladi. Akamlar yoshlari taxminan 40 ga qarab ketyapti, yaqinlashib qolgan. Va akamlarni men juda ko'p odamga primer sifatida ko'rsata olaman. Nimaga? 2023-yil may oyida bular bilan Instagramlarni prodvijeniya qilish bo'yicha hamkorlikka erishganmiz, ya'ni hamkorlik qilishni boshlaganmiz. O'sha vaqtda akamlarning gaplari hali ham esimda. Men kameradan juda ham qo'rqaman. Kamerani ko'rsam tilim aylanmay qoladi. Hattoki ishxonani videolariga meni ovozim tushib qolsa, o'sha joyini kestirib qo'yaman asror. Hozir men o'zimning Instagramimni yuritishimni tasavvur ham qila olmayman va bu uspeshniy bo'lishiga men ishonmayman degan. O'zlari ham hattoki bunaqa obunachilari, bunaqa prosmotrlari, bunaqa auditoriyalari bo'lishiga ishonmagan. Va yoshlari taxminan shunaqa holatda, tashqi ko'rinish mana shunaqa holatda. Bilasizlar, figurniy, krasavchik, sportsmen odam emaslar. 40 yasharlik haqiqiy o'zbek mujiki qanaqa bo'lsa, o'shanaqalar faqat fikrlashlari ozgina молодежныйroq, qarimaganlar to есть. Sizda ham xuddi shunaqa savol bo'lishi mumkin. Men o'sha qarib qoldim, men kameradan qo'rqaman. Meni odamni ko'rishga munosib emasman deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin va bu faqat sizning xayolingizda bo'lishi mumkin. Fikrli bo'lsa, shaxsiy obunachilari bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.